Tailand va Myanmada 7,7 balli zilzila sodir bo'ldi. 12 daqiqa o'tib esa aftershock 6,4 magnitudani tashkil etgan va buning natijasida osmono'par binolar sezilarli darajada tebranib ketgan. Buni inshootlarning yuqori qavatlarida joylashgan hovuzlardan sharshara bo'lib tushayotgan suvlardan ham ko'rish mumkin. Bangkok shahri hukumati metro va yengil relsli transport tizimini vaqtincha to'xtatib, ko'chalarda tirbandlik yuzaga kelganini xabar qildi. Aeroportda ham barcha parvozlarga vaqtinchalik cheklov kiritildi. Qurilish jarayonida bo'lgan 30 qavatli bino esa qulab tushgan. Ushbu fojiada kamida 3 kishi halok bo'lgani tasdiqlangan. Qurilish maydonida ishlayotgan 43 nafar ishchi vayronalar ostida qolib ketgani va bedarak yo'qolgani aytilmoqda. Zilzilada hozirgacha yo'qolgan insonlarning umumiy miqdori 80 nafardan oshdi. Ushbu kuchli zilzila mintaqada tabiiy ofatlar xavfi mavjudligini yana bir bor eslatdi. O'zi bahor oylarida geologik faollik odatda oshishini ko'ramiz. Bu yer po'stlog'idagi harorat, bosim va suv aylanishi bilan bog'liq tabiiy jarayon. Bunga esa tayyor turishimiz kerak. Eslatib o'taman, bundan bir necha kun avval Tailandning Pattaya shahrida chikungunya virusi chaqiradigan kasallikka chalinish holatlari keskin ko'paygani ma'lum qilinganda. Ushbu infeksiya asosan chivinlar orqali tarqaladi. Virus yuqtirganlarda tana haroratining ko'tarilishi, holsizlik va bo'g'imlarda og'riq kuzatiladi. Agar ayni kunlarda Tailandga sayohat rejalashtirayotgan bo'lsangiz, buni keyinroqqa qoldirishni tavsiya etaman. Videoni yaqin kunlarda Tailandga sayohatni rejalashtirayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.